Assalomu alaykum hurmatli Ishxon baraka uylarda obunachilari. Bugun biz aynan mana shu joyimizda video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu ko'pchilik obunachilarimizga bu joy aynan ko'zga juda ham issiq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Sardor hoji aka g'ishlarigacha terib, shipirigacha olib qo'yganmiz. Endi ham kelib olmasangiz, endi uyat bo'ladigan joyi. Oldi tomoniga o'tib hozir polnis obzorini ko'rsatamiz. Umumiy maydoni 6 sotkadan iborat tayyor turar joy, dokumenti 100% toza, gaz svitimiz muammosi yo'q. Gazimiz ham Pramoy Marsdan to'g'ri shu yerga tushirilgan, joy desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, endi ko'rib turganingizdek, kirish kodimiz mana bu yerdan boshlanadi. Uyimizda oldi fasadi quyosh chiqadigan tomonga qarab qurilgan va eng asosiysi yerimizning eng bo'ladigan tomoni mana shu yerdan zabor qilinadi. Bitta darvozachani qo'ndirib qo'yasizda. Hoji aka mana kelsangiz sizga kolachalargacha ham olib qo'yganman. Faqat kelib turib bir piyola kolani-chi, mana bu yerda uy egasi xonadonni hoji akamiz bilan dildan suhbat qursangiz, balki siz o'ylagan narxga berib yuboradi, nima dedingiz. Ana endi ko'rib turganingizdek, umumiy xonalar sonini aytib o'tadigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 ta xona. Umumiy 7 ta. Общий hisoblaganda 7 ta xonadan iborat, korobka holatda turibdi. Tepadagi shepirlarigacha olib qo'yganman. Prosta hozir pul zarurligi uchun sotiladigan joy deb turibdi. Agarda kimga kim qiziq bo'ladigan bo'lsa, Ishtixon shahri G'ofurg'ulom mahallasida joylashgan, gaz suvdan muammosi yo'q va eng asosiysi bizlarga dokumenti juda ham silliqqina joyda topib bering deganlar uchun ayni muddao g'ishtlargacha tepasiga terib qo'ygan joyimizda kelib turib bosib yuboradigan joyimi deyman-da. Betonlarni o'ziga ancha rasvo qilib qo'yganman, o'zim yashayman deb. Xo'p, endi yonbosh tomonni bitta ko'rsatib o'taylik-da. Hozirgi kecha kunduzda mana bu oldi tomondagi yerlarni ham qo'yganmiz, sotilib ketishdi. Mana qo'shni tomonni ham mana betonlarni boshlab yuborilgan. Mana bu joylarda ham bitta yozgi kuxnyachani tashkil qilib qo'yib, mana bu yerda 4 ta qo'yni boqib, bu yog'i qishloqchilik, bu yog'i shaharchilik qilishga nima yetsin, hoji aka? Keling, bosib yuboring endi Muratni oxirigacha yetkazib qo'ying. Bu yog'i dekabr ham yaqinlashib qoldi, tomni yopib, bir yaxshi boy bizga Ishtixon barakali uylarga murojaat qilsangiz, bir 20 ta ustani tashlab qo'yamiz. Sizga 20 ming 30 ming nima hoji aka, ichiga tiqib yuborib bitta yevroremontchani qilib, dushmanlarni kuydirib, yangi yilda mana shu yerda 26 ni kutib olishga nima deysiz? Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorich maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi va aynan narx-navosi nech pul deganlar uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. Umumiy 45 ming dollar deyishyapti. Kelishtirib beraman-ku jonim, agar siz tomondan keladigan bo'lsa, abdusha hurmatingiz bor, skidka qilib beraman deyishyapti va tepadagi 50 ta shepirini ham qo'shib berishga, bonusga tashab ketaman deyapti. Endi bitta sizdan nima? 2 pachka pul bilan 4-5 ta ustani gaplashish qoldi. Bu yog'i 26 ni chiroyli bitta xonadonda yangacham bilan kutib olishga hech narsa yetmaymi deyman-da hoji aka. Bosib yuboraverasizmi deyman, mana ishlari ham tayyor turibdi.